Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar. Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambirimiz Xitay təhdidi namida bir səhifə elan qılıb, Uyğur məsələlərini izqoğlab tekşiriyotgan hem yaqindan diqqət qilayotgan muxbirlarning bu vaqtdagi izlanishlarga hamdamda bo'lish uchun muhojiratdagi Uyg'urlarning chet ellarda turibmi Xitoy hukumatining tahdidiga uchrash ahvollarini egallayotgan edik. Bu turdagi xizmatlarimizning boshlanganligini bilgan ba'zi taratquv va tashkilotlar biz bilan hamkorlashishga va bu uchurlardan tang foydalanishga taklif sunyotidi. Lekin to'plagan uchurlarimiz va jamoatning bu xizmatga ko'ngil bo'lishi texicha yetarli emas. Xitoy hukumati muhojiratga Uyg'urlar to'g'risida uzundan buyon o'xshamagan shakllarda sistemlik ma'lumot to'playotidi va bizga har xil turda psixikalik tahdid va andishlarni silyotidi. Lekin biz Xitoyning shuncha og'ir besimi va tahdidlariga uchrab tursaqmi, bu masalalarga vatanda ko'nib qolgan odatimiz bo'yicha inkas qaytarmay, hech ish bo'lmagandek yuribmiz. Ba'zi aniq paketlik ahvollarga yo'liqqandimi, yanada ogohlantirishlarga qaraganda, yana shu Xitoy va Xitoyparastlarning qaymoq turishlariga odatimiz bo'yicha ishinib, bo'g'itlashib yuribmiz. Masalan, oldingi vaqtlarda yuz bergan Xitoy konsulligi muhojiratga Uyg'urlarga telefon qilib tahdid silish masalasi ba'zi Uyg'urlarimiz tarafidan bir qism soxtapazlarniki Xitoy konsul nomida qilgan telefoni buning e'lon qilmaslik kerak degan qarashlari tufaylidan bir qism Uyg'urlarniki diqqatini tortolmadi. Lekin Norvegiya Uyg'ur komiteti bu masalalarga yaqindan diqqat qilib tashlavatmay 40 dan ortiq kishi bilan aloqalashib, dalil isbotli materiallarni muxbirlarga ta'minlagandan keyin Norvegiya, Fransiya, shundaqla Al Jazeera'niki va bir qism davlatlardagi muhim taratqularniki bu to'g'risidagi masalalarni bevosita taqitishiga sabab bo'ldi va bu orqali Xitoyniki abtubashir echib tashlandi. Shuningdek, bir qism masalalarga sal qarmay ko'pchilikniki tang tirishchanligi orqasida bu masalalarni xalqaro taratqularga yetkazish bizning nihoyatda muhim xizmatlarimizning birisi. Shunga barliq qarindoshlarning bu masalalarga qat'iy sal qarmasligini tavsiya qilamiz. Shundaqla o'z beshidan o'tgan kechirmishlarini va Xitoyning har qanday shaklda qilgan tahdidlarini bizga ta'minlashini umid qilamiz. Balkim siz bir odamning kechirmishi cho'ng diqqat tortmasligi mumkin. Lekin yuzlab kishining o'xshash kechirmishi dunyoga Xitoyning abtubashirisini ochadigan muhim dalil isbot bo'la oladi. Shuningga har qanday kichik masalalarga misol qarmasliklarini, barliq Xitoyning tahdidlarini bizga ma'lum qilishinglarni umid qilamiz. Hammanglarga rahmat.